Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Assalomu alaykum, sirli tabrik loyihamizning aziz va qadrli obunachilari. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni bugungidek go'zal ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Yana bir yurtdoshimizdan o'zlarining yaqin insoni tomon samimiy tabriknoma maktublari yetib kelgan. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu tabriknoma maktubini o'z egasi tomon yo'llaymiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murodjon akaning raqamlari adashmadikmi? Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Minnatdorman. Ilohim yaxshi bo'ling. Ayni daqiqalarda sizga sirli tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Siz bilan suhbatda kamina boshlovchi Maftuna Hamidovna bo'laman. Avvalambor bugungidek go'zal ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga doimo sog' omon bo'ling. Robbim umringizni ziyoda, rizqingizni butun, tolayingizni baland qilsin ilohim. Rahmat. Sizga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi mehribon insonlaringiz tomonidan bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknoma maktublari yetib kelgan. Taxmin qila olasizmi, ushbu insoningiz kim bo'lishi mumkin? Sam. Jiyanimizga telefonda gaplashib o'tiribman. Albatta, ismlarini ayta olasizmi? Dostonbek. Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Qalb gavharingiz adashmadi. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi, dunyodagi eng mehribon, suyansa suyangulik tog'dek bo'lgan tog'ajon mening tog'ajonim bo'ladilar deb sizga chiroyli ta'riflar bergan mehribon jiyaningiz Dostonbek akamiz tomonidan ushbu tabriknoma maktublari bizning loyihamizga yetib kelgan va albatta mehribon dadajoningiz Adamjon ota, onajoningiz Habibaxon ona, singillaringiz Nilufarxon, Muattarxon, Dilxumorxon opalar, akajoningiz Umidjon aka, qizaloqlaringiz Ominaxon, Mubinaxon va Yasminaxonlar ham ushbu tabriknoma maktubiga qo'shilishgan. Albatta, ilohim siz ham barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' omon bo'ling, har vaqt mana shunday qadrda, e'tiborda, e'zozda yuring. Minnatdorman. Umringiz ziyoda bo'lsin. Agarda vaqtingizni olmayotgan bo'lsak, ushbu tabriknoma maktubini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman, tinglang. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va aziz bo'lgan insonim tog'ajonim. Sizni ushbu kun tavallud topgan kuningiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ilohim doimo Robbimning panohida bo'ling. Yaqinlar baxtiga, oila a'zolaringiz va albatta mendek jigaringiz baxtiga doimo sog' omon bo'ling tog'ajonim. Tog'ajonim, ushbu fursatdan foydalanib sizga o'zimning eng samimiy tilaklarimni yo'llamoqchiman. Doimo bizdan mehr va sevgisini ayamaydigan qadrli tog'ajonim. Ilohim har vaqt sog' omon bo'ling. Har bosgan qadamingizda sizga baxt va omad yor bo'lsin ilohim. Tog'ajon, sizning yelkangizga juda ko'p mas'uliyatlar tushganini, doimo oilangiz va atrofingizdagilar uchun tayanch bo'lib kelganingizni juda ham qadrlaymiz. Sizning mehribonligingiz va g'amxo'rligingiz tahsinga loyiqdir. Sizdek mard, jasur, oilaparvar insonlar ko'payaversin. Onajonimning suyangan tog'i, tog'ajonim, onamga qilgan yaxshiliklaringizni Robbim sizga ortig'i bilan qaytarsin. Sizni ikki dunyo saodati ila siylasin ilohim. Boshlagan har bir ishingizda omad yor bo'lsin. Topganingizga barokatlar tilab qolaman va albatta topganlaringiz to'ylarga, yaxshi kunlaringizga buyursin ilohim. Tog'ajonim, tog'dek mustahkam qaddingiz hech qachon hech qayerda egilmasin. Qo'llaringizni duoga ochib, Robbimdan so'ragan har ne ezgu orzu niyatlaringiz bo'lsa, yaratgan egam sizga ortig'i bilan ato etsin ilohim. Doimo yuzingizni kulgu, qalbingizni halovat tark etmasin. Tog'ajonim, baxtimizga doimo sog' omon bo'ling. Allohim sizni suyukli bandalar qatorida ko'rib muqaddas uyi bo'lmish Ka'batulloh tomon chorlasin u muborak joylarni ziyorat qilmoqlikni
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yurgan yo'llardan yurib, hojilikdek ulug' maqomlarga erishmoqlikni Allohimdan siz uchun duolarimda so'rab qolaman. Tog'ajonim, siz dunyodagi eng yaxshi tog'ajondirsiz. Ilohim, baxtimizga doimo omon bo'ling-ku, har vaqt mana shunday mehr oqibatli oilamizga ko'zlar tegmasin. Allohim sizni o'z panohida, hifz himoyasida saqlasin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Siz dunyodagi eng yaxshi tog'asiz va sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Ko'nglingiz baxtlar va omadga to'lsin. Armonlar tug'ilsa qovjirab o'lsin, yurakdan izhorim aytayin jo'shib, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ko'zingiz yosh nima bilmasin aslo, yengib o'ting kelsa ming bir muammo, borligingiz uchun go'zaldir dunyo, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Qo'lda Qur'on bo'lsin, yurakda iymon, faqat to'g'ri yo'lga boshlasin islom. So'rang yuragimni etayin in'om, shukrona kuningiz muborak bo'lsin deya mehribon jiyanjoningiz o'zlarining samimiy tabriknoma maktublariga yakun yasaganlar va albatta ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Istasangiz siz ham yaqinlaringizga, jiyanjoningizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Sizni tinglamoqdamiz. Rahmat, sog' bo'lsin jiyanim. Bolalarga boshqa bersin, ishlarni omadini bersin, safardan yomon kelmasin. Rahmat, hammalik baxtingiz sog' bo'lsin. Albatta, mana shunday ezgu niyatlaringiz hayotingiz davomida o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin va har doim mehr oqibatli qarindoshchilik aloqalaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Bugungidek go'zal ayyomingiz, shukronalik kuningizni esa yuqori kayfiyatda, xursandchiliklar ila o'tkazib olmoqlik nasib qilsin deya siz bilan xayrlashib qolamiz. Rahmat, sizlarga sog' bo'ling. Minnatdorman, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Ko'ngillarga to'ldi bu koshona, shukrona kun bugun bo'lsin shohona. Tavallud